olasizmi? Ko'nglimizni olasizmi? Bog'imizga keling desam yo'q, o'zgalardan uyalasizmi? Yorimni chala olasizmi? Ko'nglimizni olasizmi? Bog'imizga keling desam yo'q, o'zgalardan uyalasizmi? Az etib bir az yanımızda yura olasizmi? Bu nazlarını az etib bir az yanımızda yura olasizmi? Yarımdı chala olasizmi? Ko'nglimizni olasizmi? Bog'imizga keling desam yo'q, boshqalardan uyalasizmi? Siz qoshlari ilalasizmi? Yoki oydan zuvalasizmi? Siz qoshlari ilalasizmi? Yoki oydan zuvalasizmi? Yor bo'laman degandingiz yo'q, so'zingizda tura olasizmi? Yor bo'laman degandingiz yo'q, gapingizda tura olasizmi? Yorimni chala olasizmi? Ko'nglimizni olasizmi? Hovlimizga keling desam yo'q, qo'shnilardan uyalasizmi? Yorimni chala olasizmi? Ko'nglimizni olasizmi? Bog'imizga keling desam yo'q, o'zgalardan uyalasizmi? Yorimni chala olasizmi? Yonginamda qola olasizmi? Aferin, aferin. Zo'r bo'ldi. Jufti bilan bo'ldi. Anvar aka. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, xush ko'rdik. Salomatligingiz yaxshimi? Allohga shukr, rahmat. Mikrofonimizni uzatib olasiz. Torrimanga berib turing. Ishonchli qo'llarda yo'qolmaydi. Ishonchli qo'llarda. Marhamat. Ustoz. Sizga marhamat. Tomoshabinlarimiz bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Tomoshabinlar bilan ko'rishib oling. Assalomu alaykum, hurmatli aziz san'at ishonanlari, aziz tomoshabinlar, teletomoshabinlar. Bugungi kechamizga xush kelibsizlar. Hozir men bor uzr, jonli efirimizda mana shunaqa kutilmagan holatlar ham bo'lib turadi. Dublmi? Dubl. Hurmatli teletomoshabinlar, san'at shinavandalari, aziz muxlislar, ota-onalar, opa-singillar, jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xush kelibsizlar. Salomat bo'lasiz ham. Juda ham xursand bo'ldik. Muzaffar aka sizni ko'rib. Assalomu alaykum yoshlar tele radio kanalining muxlislari. Jonli efirimiz efirda. Albatta, oradan bir hafta o'tdi, bir pasda o'tib ketdi. Bir pasda. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Mana bugun yeng shimarib ishga kirishdik. Anvar akam mavsumga mos kiyingan bo'lsa, lekin men hali moslashganim yo'q. Qalbdan chiqib ketmayapti qaynoq harorat. O'sha qasbob bilan ham juda ham yarashdi. Og'ir ekan, ozgina og'ir ekan. Siz mahoratingizni ko'ramiz shekilli. Bugungi mahoratli ijodkorlarimiz, san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan Saidaxon.
Albatta, keling biz ham ko'rishib olamiz. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanaliga hamroh bo'lgan azizlar. Demak, yoshlar oqshomi biz ko'rsatuvni boshlaymiz. Anvar aka, 17-asrda yashab o'tgan allomalardan biri aytgan ekan, yoshlar oqshomi ko'rsatuvini oxirigacha ko'ring deb. Demak, allomalarimizni gaplariga amal qilishimiz Bilib kerak. aytishgan, bilib aytishgan. kerak 17-asrda bo'lsa. Assalomu alaykum azizlar. Juma kunini intiqib kutayotganlar. Mana hozir xayrullo aytdilar, juma kuni bir pasda o'tib ketdi. Haqiqatan bu jumadan bu jumaga o'tdi. Xuddi nazarimda 2 kun o'tgan deb. Bir hafta emas, xuddi nazarimda 2 kun o'tgan. Ishlayotgan odamga vaqt tez o'tadi o'zi, ishlayotgan odamga. Ayyomingiz muborak bo'lsin, Rahmat. juma Ha, ayyomingiz. aytgancha ayyom deganingizga bugun yana bir tarixiy sana bilasiz hammamiz. Aynan 1991-yilda O'zbekiston Respublikasining davlat suvereniteti ramzi milliy bayrog'imiz qabul qilingan va har yili mana shu sana keng nishonlanadi. Bugungi kunimiz hali oxiriga yetmasdan shuni aytamanki, bayram hali davom etyapti. Ijodiy guruhimiz nomidan sizlarni hammangizni tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bu Xalqlar do'stligi saroyida uzr gapingizni bo'ldim. Juda ham chiroyli bayram bo'ldi. Mana shu bayrog'imiz kuniga bag'ishlab juda ham havasim keldi. Juda chiroyli manzara. Faxrlanasiz baribir. Faxrlanamiz. Shuningdek, yana bir yangilik, taekvondo bo'yicha Svetlana Osipova sportchi qizimiz, demak, jahon chempioni bo'ldilar va aynan mana shu kuni yurtimiz bayrog'ini ko'klariga ko'tardilar. Bu albatta bayram Bayramga uchun sovg'a bo'ldi. juda bir sovg'a, yaxshi sovg'a. Zo'r, xush xabarlar bilan boshladik Anvar aka. Xabarlarni yana davom ettiramiz. Zaffar aka, mana shu o'rindiqlarda joy egallab turasiz. Bizni tomoshabinlar bilan bir ikkita aytishadigan gaplarimiz. Bir haftadan beri yig'ib qolgan gaplar borda sandiqqa solib qo'ygandik. Endi To'g'ri nima qildi ustoz? Ayting, to'g'ri nima? O'zim bilan ushlab turing, sizga ham yarashib turibdi. ustoz ushlab ketdilar lekin. Ey, menga qarang, har kimga ham ushlattirmanglar bu torni. Bilib oling. Men stok ham yo'qdi. Men bir kichik yangiliklarni aytib qo'ymoqchiman, qizlar yana. Kanalimizda ko'rsatuvlar soni kun sayin oshib boryapti. Jonli efirlar ayniqsa. Jonli efirlarimiz dushanba kuni qo'shnilar, chorshanba kuni Yosh ulfatlar. Mana kechadan boshlab ajoyib yana bir ko'rsatuv efir yuzini ko'rdi. Yulduzlar hangomasi. Yulduzlar hangomasi. Menga bag'ishlangan. Barcha ijodkor do'stlarimizga omad tilab qolamiz Demak, va ijod qaynamoqda. qaynamoqda yoshlar telekanalida albatta qaynaydi. Bizni ko'rib menimcha Endi Aha. g'oyalar keldi. Muzaffar aka, bir narsa aytib qo'ymoqchiman. Yulduzxon o'zimizni singlimiz. Yulizxon, tanishganimdan xursandman. Judayam savollarga O'tkir. o'chlar. shunaqa savollarni berib Qiynab qolsalar, qo'yadigan savollar berib hayron qolishlari bo'lmaysiz degan mumkin. umiddaman. Shuning uchun qo'rqib turasiz. Haligi yulduz emas oy ekansiz, savollarga boy ekansiz deymiz ekan. Hali ko'ramiz, Original dasturdan shunaqa savollar beradilar. Ana endi Muzaffar akamga hujumga o'tamiz. Ertakdan keyin uxlab qolamizmi? Ertalabdan nari el xizmatidaman dedingiz, to'g'rimi? Ha. Bugun qayerlarga bordingiz? Ertalabdan. Ha, bugun o'zimizni xalqimizni yaxshi ko'rgan sevimli yozuvchi Nurali Qobil dala hovlisiga borib amerikalik mehmonni kutib oldik. Mana Amerika. shu yigitlarim bilan, musiqachilarim bilan. Qanaqa bo'ldi? Millati Endi Amerika. Amerika, o'zbek, O'zbek. o'zimiz o'zbeklar endi o'sha 50 yil, 40 yil oldin ketishgan o'sha Turkistonlik ekanlar-da ular. Akmal aka, Akram aka degan. O'shalarga Nurali akam milliy bir nimada kutib olaylik, xursand qilaylik deb rahmatilla akam osh qildilar. Yana u yoqdan yozuv shoirlar chiqishdi. Biz san'atkorlar milliy o'zimizni qo'shiqlarimizni Akmal akamga aytdik, syomka qilib Amerikaga taklif qilamiz deydi, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Okean ortiga borib kelsanglar biz xursand bo'lamiz. Qanday qo'shiqlarni ijro etdinglar? Shu o'zimizni birinchi o'sha ustozni qo'shiqlari Sherali Jo'rayevni o'sha yozgan-u Nurali Qobil yaralgan, Sharshara, Oqqayin degan qo'shiqlarni aytdim-da, qutilib keyin o'zim ashulalarim aytdim. O'zi teatrda ham ishlagansiz a? Teatrda ancha 10 yilga yaqin ishlaganmiz. Qaysi teatrda tomoshabinlarga O'zbek davlat muqimi nomli musiqali teatrda ishlaganmiz. Qanday obrazlar yaratgansiz? Voy, aytsa juda ko'p obrazlar yaratganmiz. Tohirnimi, Qora Botirnimi? Yo'q, jandaqangi rollarda